Yillar, soniyalar. Ana oq ot. Oppoq ot o'zining shamol raqsiga hamohang tarzda hilpirayotgan uzun-uzun yo'llariga mahliyo bo'lganicha yugurib kelayapti. Bu shamollar uni qay yurtlarga eltadi, qay manzillardan makon toptiradi, kimlar bilan do'stlashtiradi-yu, so'ng qay kunlarni boshiga solishini hech kim bilmaydi. Bilolmaydi. Dugonajon, men o'sha oq ot yo'llariga yopishgan bir tola baxtni topdim. Ha, uni topdim. Qancha mashaqqatlar, qancha ozorlarni ko'rgan bo'lsam, nima bo'libdi? Muhimi, endi u meniki, mening peshonamga bitilgan. Axir uning uchun qancha istamlarga qon yutib bo'lsa-da chidab berdim-ku. Kimlar nimalar demadi. Ne bo'xtonu uydirmalarga nishon bo'lmadim. G'iybatlar yuki yelkamni ezganida, men haqimda aytilgan fisq-u fasodlarni gohida yaqin kishilarimdan eshitganimda qalbim larzaga kelar. Biroq ichimdagi iztirobni hech kimga sezdira olmasdim. O'zimni har narsaga e'tibor beravermaydigan, kuchli qilib ko'rsatardim. Bu quvnoq tabassum ortida qanday armonlar, qanday o'ksinishlar berkinganini hech kim bilmaydi. Dugonajon. Ko'nglim ming bo'laklarga bo'linib ketgandek go'yo. Tunda derazadan qarasang, osmon gumbazini yoritib turgan katta-yu kichik, yorqin u xira yulduzlarni ko'rasan. Ulardan taralayotgan nur qancha insonlarning yo'llarini, dillarini yoritishini tasavvur ham qila olmaymiz. Dugonajon, o'ylab qarasam, umr yo'llarimizda bizga yo'liqadigan insonlar ham qaysidir jihati bilan o'sha yulduzlarga o'xshab ketarkan. Kimdir eng yorug' yulduzga aylanib, istiqbolning eng ichkin manzillarigacha ko'rsatib beradi. Kimdir xira yulduzga o'xshaydi. Ularning hayotingda borligi ham, yo'qligi ham sezilmaydi. Sira ikkilanmay aytishim mumkinki, sen mening osmonimdagi eng yorug' yulduzlardan birisan, dugonajon. Bilmadim, sen bo'lmaganingda kim bilan dardlashardim, kimga ishonardim. Qalbimning kimning qarshisida dasturxon kabi yoza olardim. Yaxshiyamki dunyoga kelgansan. Yaxshiyam borsan, dugonajon. Ilohim, umring uzoq bo'lsin. Bir paytlar o'smirlikning qiziquvchan pallalarida tunlarni bedor o'tkazadigan buvimning xonasiga mo'ralashni yoqtirardim. Avvalgidek ertak aytishlarini so'rab, xiralik qilish yo'q edi. Birpas bu jonimning ko'zlariga ko'zoynak taqib, kitob o'qib o'tirishlarini kuzatardim. So'ng osmondagi yulduzchamga qarab qo'yardim. Yodingdami? Ikkimizning ham o'z yulduzimiz bor edi. Gohida yulduzim bu jonimning derazasiga yaqin kelib qolardi. Go'yo u ham menga hamroh bo'lish ilinjida edi. Tungi yog'dular bag'rida tasbih o'girayotgan bu jonimning issiq bag'rlariga bosh qo'yib, mudragancha uyqu topardim. Mehribonginam ko'zlari kitobda, qo'llari bilan sochimni silab o'tirardi. Ba'zan haliyam yosh bolaga o'xshaysan-a deb qo'yardi. Shunday paytlarda texnika asrining shovqin-suronidan, turli zamonaviy qulayliklardan, sovuq chehralardan toliqqan dilginam shunday yayrardiki, dugonajon, sening ham buving bilan bog'liq xotiralaring bormi? Buvilar dunyoning eng mehribon, eng aqlli, eng g'aroyib odamlari degan fikrimni rad etib ko'rchi. Eslaysanmi, dugonajon? Basda maktabdosh dugonalar bilan kimning dadasi eng kuchli, kimning dadasi eng boy deya bahslashib qolardik. Bahslarimiz ko'pincha kimningdir arazi yoki yig'isi bilan tugardi. Chunki har birimiz o'z dadamizni eng kuchli, eng boy deb bilardik. Seni bilmadim-u, men o'sha kezlarda dadam hech qachon qarimaydi, hamisha shunday navqiron va kuchli bo'lib qoladi deb o'ylarkanman. Hozir uning qirov qo'ngan sochlariga qarab, chuqur xayolga tolaman. Bolaligimda meni dast ko'tarib, osmonga otib o'ynatgan dadajonim bilan bo'yim deyarli tenglashib qoldi. Oqshomlari atroflarida vijir-vijir qilib uxlab qolsam, sekingina ko'tarib joyimga eltardilar.
Ulardan ufurayotgan mehr nafasi meni so'zsiz tarbiyalagan. Matonat, to'g'ri so'zlik, qat'iyat, halollik qonimga dadamning so'zlari bilan singiganiga ishonchim komil. Parvonalarni shaydo qilgan chiroq yog'dusida qog'oz qaralayotgan dadamga xalal bermaslik ilinjida ohista qadam tashlayman. Bu xonadan tunu kun ajib tuyg'ular ifori taralib turadi. Bu manzil qayerda bo'lmay meni o'ziga chorlayveradi. Qayerda bo'lmay unga talpinaveraman. Bolam ilm istagida yuribdi deya g'ururlanib yurgan volidam qaytishimni intizor bo'lib kutgancha yo'l poylaydi. Mehr muhabbatini qo'shib yopgan nonlarini qo'limga tutgan onajonimning poyiga dunyoyi dunni to'ksam ham oz aslida. U shunday zotki, ming yaxshiligi aslo minnatli bo'lmagay. U shunday zotki, olam gullari undan rang olib burkiraydi. Quyosh bobo taft olib zaminni qizdiradi. Bitta yulduz miltirab turgan osmon ostida onaginam hadisi sharif mutolasiga berilgan. Endigi yo'l u nima bilan band ekan? Nelarni xayol qilmoqda? Kim o'zi menga u? Uni kim deb atay? Nega uni uchratganimda qalbim g'alati hislarga chulg'anadi? Kuniga 100, balki 1000 marta o'zimga shu kabi javobsiz savollarni beraman. Koshki sado chiqsa, koshki u yonimda paydo bo'lsa, koshki u ham meni desa. Ba'zan unga qarab, yulduzim, yo'limni yoritding, endi qalbimga ham iliqlik yubor degim keladi. Ana u o'z yumushlariga ovungancha meni sezmaydigan toshbag'ir. Dilim ming pora bo'lib unga yaqin kelaman. Uning zabardast yelkalari osha moralayman. Oldida qandaydir surat ko'rinadi. Kim bo'ldi ekan bu tole kulib boqqan qiz? Soniyalar, daqiqalarga ulanib, boshim uzra osmon va falak gir aylana boshlaydi. Yaxshisi rasmga qaramay qo'ya qolay. Ko'rganimdan nima naf? Endi buning nima ahamiyati bor? Shularni ko'nglimdan o'tkazaman u holsizlangan oyoqlarim o'zimga bo'ysunmaydi. Kim u qiz? Yo qudratingdan, axir uning qo'lidagi mening suratim emasmi? Yuragimni o'ziga shaydo qilgan bu ko'zlar mening tasvirim tushirilgan parcha qog'ozga termilib o'tiribdi-ku. Dunyoning ajoyibotlari bu qadar ko'p bo'lmasa dugonajon, hamisha hamma bu olamdan o'zining baxt suratini chizish bilan ovora bo'lib o'tadi. Bu ovoralik ba'zida haqiqiy sargardonlikka aylanadi. Armonlar ozorida, o'kinchlar bo'ronida toblangan qalbim bilan ishonamanki, meni bir paytlar tinimsiz tushimga kirgan oq tulporning yo'llaridan-da mo'lroq baxt va taxt kutib turibdi. Hozircha ulardan bor yo'g'i bittasini ko'rdim xolos. Senga bundan ham yorug'roq, bundan ham ulkanroq baxt tilayman dugonajon. Zero sening baxtli kunlaringni ko'rganimda baxt totini yanada yaxshiroq sezaman. Salomat bo'l dugonajon. Muallif Gulnoz Mo'minova, rejissyor Guljahon Ismoilova, boshlovchi Dilafroz Yusupova. O'zingizni ehtiyot qiling. Tuningiz tinch, osuda o'tsin. Omon bo'ling.